Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan yana men Jasurbek Parmonov, Xudo xolasa bugun sizlar bilan hop SMS ga reklama yoqish, ya'ni Instagramda direktdan murojaatlar uchun reklamani qanaqa qilib yoqishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Hop, har doimgidek yana sozdat tugmasini bosamiz va bu yerdan вовлеченность tanlab продолжить tugmasini bosamiz. Hop, sozdat вручную продолжить. Hop, bu yerda SMS sanani yozib qo'yamiz. Pastga tushamiz. Bu yerda hech nimaga tegishimiz shart emas. Dalay qilamiz. Hop, bu yerda SMS Toshkent 18:35 Gender. Hop, endi mana shu joyga ahamiyat berishimiz kerak, ya'ni reklamani yoqayotganimizda место получения конверсии mana shu joyga bosamiz qalamchaning ustiga va mana bu yerda turibdi место назначения для сообщения. O'tgan safar sizlar bilan prosmotr uchun yoqayotganimizda vashi объявленияni tanlagan edik. Endi mana shuni o'zida turishi kerak, ya'ni Messenger, WhatsApp yoki Instagram. Hop, to'g'ri turibdi bu yerda. Pastki qatorga tushamiz va bizga endi qaranglar. Biz qayerlardan SMS xabarlarni olsak bo'ladi. Hop, Messengerdan, ya'ni Facebookda o'zini приложенияsi bor Messenger, shuni olishimiz mumkin. Instagramdan agar bizda WhatsApp bo'lsa, WhatsAppimizni ham ulab qo'yish orqali WhatsAppdan ham xabarlar olsak bo'ladi. Hop, ketdi. Maksimalniy число переписок to'g'ri turibdi. Hop, bu yerda kulli budjet $4. Pastga tushamiz yana. Va mana bu joyda auditoriyani, ya'ni исходныйga o'zgartirib olamiz. Использовать исходную аудиторию. Pastga tushamiz. Hop, O'zbekistonda Toshkent region tanlaymiz. Radiusini kichraytiramiz reklamamizni. Hop, yana pastga tushamiz. Hop, 18 yoshdan 35 yoshgacha deb yozdik tepada. 35 ni belgilaymiz. Hop, bu yerda jinsi umumiy bo'lib ketadi. Endi qiziqishlar belgilashimiz kerak bo'ladi. Aytganimdek, bizda agar oldin tayyorlangan auditoriya bo'lsa, biz ana shu auditoriyani mana bu joydan qo'shib olsak bo'lardi. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana shunday holatda yangitdan o'zimiz auditoriyani sozdat qilamiz. Hop, gift. Hop, noto'g'ri qiziqish belgilandi. Gift deymiz. Ya'ni podarka. Hop, onlayn покупка и одежда. Hop, 4 ta qiziqish belgiladim. 4 tadan ko'p belgilasanglar ham bo'ladi, lekin 4 ta 5 ta normalniy bo'ladi. Ya'ni auditoriya chalkashib ketmasligi uchun. Hop, yana pastga tushamiz va bu yerdan biz reklamamiz qayerlarda ko'rinish kerakligini yana belgilab qo'ysak bo'ladi. Agar bizda Messenger ham qolgan bo'lsa, bitta Audience Network'da o'chirib qo'yamiz. Yoki-da sizlar oddiy holatda, mana shunday holatda reklamani ishga tushirib yuborsanglar ham bo'laveradi. Ya'ni Instagramdan ham, Facebookda ham bu o'zi hamma joyda aylantiradi reklamani va qatdan yaxshi rezultat bo'lsa, o'sha joyga ko'proq reklamamizni ko'rsatib ketaveradi. Hop, dalay. Reklama nomi. Hop, bu yerda bizda agar Instagramga chiqarilmaydigan kontent bo'lsa, sozdat reklamani bosamiz. Bizda Instagramda tayyor kreativ bor. Ana shu kreativni tanlaymiz. Hop, bizda qanday holatda bo'ladi boshida? Sozdat reklama holatda, mana shunday holatda chiqadi sizlarda. Mana shunday holatda chiqqanda sozdat reklamani ustiga bosamiz va mana bu pastdagisini tanlaymiz. Pastga tushamiz, изменить контент. Instagramga o'tamiz va qaysi postimizga yoqilishi kerak. Istoriyagami yoki postga. Agar istoriyaga bo'lsa, istoriyadan tanlab qo'yamiz qaysi kuni qaysi istoriya qo'yilganini. Hop, bizda publikatsiya uchun hop, mana buni tanlaymiz. Выбрать. Hop, keyin yana pastki qatorga tushamiz. Bu yerda knopka qanday holatda chiqishi, ya'ni отправить сообщение bo'lib chiqar ekanmizda.
o'zgartirmoqchi bo'lsak, ubrat knopkani bosib o'zgartirib yuborsak bo'ladi. Hop, bu yerdan keyin использовать существующий, agar bizda oldin reklamalar yoqilgan bo'lsa, mana shunisini tanlash orqali biz eski oldin yoqqan direct messajlarimizga yoqsak bo'ladi yoki mana buni o'zini o'zgartirib chiqishimiz kerak. Sizlarda yangi holatda bo'lgani uchun mana shunday holatda chiqadi. Redaktirovat qilamiz va bu yerga yozamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Al-Hayya sizlarga eng sifatli va ishonchli mahsulotlarini taqdim etadi deb yozamiz. Hop, kelgan bu yerda endi вопрос, ya'ni bizdan so'raladigan savollari. Ya'ni reklamamizni ko'rdi, knopkaga bosganda qanaqa holatda chiqadi mana. Как у вас сейчас работает? Masalan, qanaqa savollar bizdan ko'proq so'raladi? Masalan, yetkazib berish xizmati bormi? Yetkazib berish xizmati bormi? Bizda yetkazib berish xizmati bor. Bu yerga avtomatik atvet yozib qo'yamiz. Bu yerga savol yozamiz. Mana bu joyda chiqdi, ko'rdinglar. Buni ustiga bosgandan keyin endi bu yerda albatta yetkazib berish xizmati mavjud. Qayerga yetkazib berishimizni xohlaysiz? Qayerga yetkazib berishimizni xohlaysiz? Hop, ketdi. Ya'ni mana bu knopkani bosdimi, uje mana shu xabarimiz avtomatik tarzda unga boradi. Hop, keyingi savolga yozishimiz mumkin. Manzil qayerda? Hop, bu yerga endi manzilimizni yozishimiz mumkin. Bizning manzil Chilonzor 6-kvartal 6-kvartalda deb qo'yaylik. Podrobniy manzilimizni yozsak bo'ladi. Agar bizda savollar qisqa bo'lsa, ya'ni ikkita bo'lsa, mana bu 3-savol bizga kerak emasmi? Mana bu joyda X tugmasi turibdi. Shuni ustiga bosib, buni o'chirib yuborsak bo'ladi. Hop, kelgan bu yerda nomi, ya'ni direct message yoki bo'lmasam SMS deb qo'yaylik va saqlanch qilamiz. Saqlanch qilganimizdan keyin mana bu joyga o'tdi va bu joydan biz oldin yoqilganlarni ham, oldingilarni ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Mana SMS hozir biz sizlar bilan qilganimiz. Mana buni ustiga bosdim. Direct message chiqyapti. Bu oldin qilingani tayyori. Bizda reklama tayyor. Hop, mana bu narsa uje galchka bo'ldi va opublikovать tugmasini bosib, men reklamani ishga tushirishim mumkin. Bu orqali biz Instagramdan yoki Messengerdan, WhatsAppdan SMS xabarlarini ko'proq olishimiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.